Men uchun eng qadrli va qimmatli bo'lgan aziz mehribon insonlarim, mening aziz vatandoshlarim, sizlarga salom yo'llayman. Yuragimdagi ezgu tilakni bugun bayon aylayman. Sog'lik bo'lsin taningizda, quvonch bo'lsin dillarda, tinchlik bo'lsin yurtimizda, nur yog'ilsin yo'llarda. Baxt va omad hamroh bo'lsin har bir aziz insonimga, mehr oqibat yarashsin qadrdonu elu jonimga. Samimiy tilaklar aytar sizga Mo'tabarxon bugun. Doim kulib yashangizlar, siz gullab yashangizlar bu kun.